Pirojki tayyorlasam ichi pishmay qoladi, yog'ga bo'kib qoladi deydigan qizlar videoga yaqinroq kelib olinglar. Zo'r retsept bilan o'rgatib qo'yaman. Iliq sut, droji, tuxum, shakar, tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan oliy navli oltindan unlardan solamiz, yana aralashtiramiz. Ketidan hidsiz slobada yog'lardan solib, keraklicha un solamiz va yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Xamirimizni issiq joyga oshirishga olib qo'yamiz. Bu orada nachinkani xohishga ko'ra tayyorlab olamiz. Xamirlarimiz oshib chiqdi. Endi yong'oqdan kattaroq zuvalalarga bo'lib olamiz. Skоворodkaga yoki qozonimizga hidsiz slobada yog'larni solib qizdirib qo'yamiz. Xamirlarimizni ochib olamiz. Nachinkani xohishga ko'ra bemalol xohlaganingizdek tayyorlasanglar bo'ladi. Men kartoshka pyuredan foydalandim. Qo'limiz yordamida xamirni ochib olamiz. O'rtasiga pyurelarimizni solib, birlashtirib, yaxshilab chimchilab buqib chiqamiz. Qizib turgan yog'imizga shu bukilgan, tugilgan tarafini pastga qaratib, o'rta olovdan pastroqda pishirib olamiz. Jab past ham, jab baland ham bo'lib ketmasin. O'shanda pirojkilarni ichi pishib, mazali bo'lib chiqadi. Pirojkimiz ham tayyor, ko'rsanglar bo'ladi. Ustilari qarsildoq, ichlari bo'lsa yumshoqqina bo'lib chiqadi. Buni ovozini sizlar bitta eshitib ko'ringlar. Shu retsept bo'yicha albatta tayyorlab ko'ring, sizga ham yoqadi. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying, juda ham xursand bo'lardim.